yoshligimizda uf dema ota onangni oldida, ularni oldida uf dema desa, nima bo'larkin uf desa deyardik. Ammo o'zimiz farzandlar ko'rib, nabiralar ko'rgandan keyin ularni bir marta uf deyishligi ota onani qalbiga qattiq ozorligini ko'ryapmiz aslida. Agar bitta uf desa savol paydo bo'lar ekan, nimaga uf deyapti? Nima uchun? Nimasi muammosi bor ekan? Ota ona tashvishi boshlanadi. Nega bolam uf deyapti ya? Bolam qiynaldimi? Aytaylik, bir odam, keksa odam uyda o'tiribdi-da, bolasi uf deyapti. Darhol keladigan narsa aqliga, ha, keksa bo'lib uyda o'tirib, bolamga malol kelib qoldim-da, Allohim meni jonimni tezroq olgay deydi. Mana bolam uf deyapti. Mendan to'ydi, zerikdi deydi. Kasal bo'lib yotgan bo'lsa, uf deganda eshitsangiz, ha, bolam mendan to'yibdi. Men kasal bo'lib buni qiynabman. Ey Robbim, meni olgin deydi. O'shuning uchun ham ota-onani oldida uf dema. Va bu uf dema degani kichkinagina topshiriq. Endi undan buyog'iga ota-onani ranjitishlikning gunohi qancha bo'ladi? Birgina ota-onaga uf deyishlikdan qaytargan Robbimiz ularga beodoblik qilishlikni azobini qanday beradi? Oyatda aytibdi-ki, ularga baqirma deyapti. Ularga chiroyli so'zlarni gapir deyapti. Ota-onamizga chiroyli so'zlarni gapirishimiz kerak. Ularga yoqadigan so'zlar bilan yumshoq muomala qilishimiz kerak. Oqsoqol, kampir shoh degan muomalalarni qilib bo'lmaydi aslar. Hazillashib ham. Tashkiliyatda menga marosimga aytyapti, hazrat, borib bir duo qiling. Oqsoqolimiz ham keksayib qoldi, bir ehson qilyapmiz. Tirikligida ehson qilaylik. Mahalliy oqsoqolimi dedim. Yo'q, o'zimizni otam deyapti. Ha, nima ota degan uyalasiz? Otam, qadri buzrukvorim, qiblagohim, duo qo'yim, Alloh bergan chiroyli bir umr ko'ribdilar. Bir duo qilib bering desa qanday chiroyli chiqadi? Oqsoqol, bizi kampir shoh ham juda qattiqda deb qo'yadi. Astagfirulloh. Onajon deyishlik baxti, qanaqa baxt? Topolmayapmiz sizlar bugun. O'sha ota degan zotni topolmayapmiz. Ona degan zotni topolmayapmiz.